jahonning fathi bo'lgan Ramazon keldi Ramazon. باز هم قلباً سپاسگزاریم از تاجرین خیر که در قسمت دستگیری از نیازمندان در ماه مبارک رمضان به گونه خودجوش حصه میگیرند. الله متعال از شما راضی بوده باشد. امروز روز 10 ماه مبارک رمضان هست و فردا هم 11 ماه مبارک رمضان. قلباً سپاسگزاریم حاجی صاحبی که گفته بودن که 3 روز از طرف ما 500 قرص نان شما توزیع بکنین. این امروز روز سومی است. 1500 دانه نان از اینجا گرفتیم و برای کسایی که نیازمند و کم درآمد بود بر از اونها توزیع کردیم و تعدادی که باقی مانده او را توزیع میکنیم. تا در اخر برنامه هم با ما باشید. Shimaring taatga imoni halovatga erishing saodatga Ramazon keldi Ramazon bu oy mardu maydondir bandam degan rahmondir kutib turgan rayondir Ramazon keldi Ramazon bu oy mardu maydondir bandam degan rahmondir kutib turgan rayondir Ramazon keldi Ramazon Ramazon keldi Ramazon muborak bo'lsin Ramazon sizga muborak bo'lsin Ramazon bizga bayram bayram o'g'il qizga Ramazon keldi Ramazon Ramazonda sabr bor 700 qat ajr bor 1000 oyga teng qadr bor Ramazon keldi Ramazon Ramazonda sabr bor 700 qat ajr bor 1000 oyga teng qadr bor Ramazon keldi Ramazon Savob ishda ildam bo'l islomda peshqadam bo'l ey mahbubi mahkam bo'l Ramazon keldi Ramazon keldi Ramazon muborak bo'lsin Ramazon